Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq dorivor o'simligi ajoyib dorivor va noyob dorivor o'simlik hisoblanadi. Toshgul, qoyagul, niyatgul deb ba'zi bir joylarga aytiladi. Hamisha bahor deb mahalliy ismi. Hamisha bahor deyishning sababi doim bahor degani. Chunki bu gulni terib olib kelib uyning salqin joyida osiltirib qo'ysangiz hech qanday ozuqasiz 2 yil 3 yil ko'karib turadi. Rus tilida ismi Caminaya rosa. Bu o'simlik dengiz sathidan 2000 metr balandlik qoya toshli joylarda o'sadi. May oyidan avgust oyigacha terib olib saqlasangiz bo'ladi. Bu o'simlikning xalq tabobatida bargini ezib shirasini chiqarib sochi to'kilgan odam boshida surtilsa soch chiqiladi. Iringli yaralarda hamisha bahor bargini ezib shirasini surtilsa tozalash xususiyatiga ega, kuyinish va kesilgan terining tiklashning tezlashtiradi, yallig'lanish oldini oladi. Hasharotlar chaqqanda shishish va og'riqni kamaytirish uchun quyiladi. Bargidan tayyorlangan damlama mayda qon ketish oldini oladi. Burun qonash, milk qonashlardi. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi.